Salom hammaga, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bu burchakka rasm qo'yaman. Bu bitta ayolning rasmi. Bu ayol Toshkentdagi dachalar haqida ochiqchasiga gapirib tashlagan. Bu ayolning o'zi Toshkentda dachalarda yashar ekan. Anchadan beri yashayman debdi va o'sha dachada bo'ladigan voqealarni hammasini ko'rib turaman deydi. Juda ham yomon fahsh ishlar, har xil bular bo'lmas narsalar, dachalarni tozalamasligi, juda ham iflos joy bo'lib ketganligi haqida gapirgan. 4 kishiga bir ayol to'g'ri keladi, shunaqalar ham keladi deydi. O'zlaring bu qizning gapini eshitasizlar, realni. U videoda hozir qo'yib beraman. U videoda qo'yib berishimdan oldin o'zimni ham fikrimni aytib o'tib ketaman do'stlar. Bu ayol gapirib berishicha, bu bo'ladigan voqealarni eshitib hayron bo'lib qoldim. Chunki 2-3 yil oldin Turkiya davlatini bir qanaqadir kichkinaroq shahrida yer qimillab, domlarni domlamda yiqilib, odamlarni bosib qolgan edi. Esinglarda bo'lsa, ana shu paytda O'zbekistonda odamlar nima degandi bilasizmi? Turkiyaliklar juda ham aynib ketgan, turkiyaliklar fahsh ishga botib ketgan, har xil yomon ishlar qiladi, o'shaning uchun Xudo o'shani ko'rsatdi ularga degan gaplarni juda ham ko'p gapirishgandi. Aslida bu hammasi ham bir tabiiy ofat, yer qimillaydimi yoki bir shamol bo'ladimi? Hammasi tabiiy ofat, bu Xudoning ishi. Lekin bunday o'ylab ko'rsangiz, biz Turkiya bunaqa, Yevropa bunaqa, Amerika bunaqa deyishimiz shart emas. Biz hech ulardan qolishayotganimiz yo'q, to'g'risi. Shuni bilib qo'yinglar. Mayli, men ko'p gapirib olaman, to'g'risi bir gapirsam, hozir sizlarga o'sha dachada yashaydigan ayolni videosini qo'yib beraman. O'zlaring eshitib, xulosa chiqarib, kommentariyga yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Kommentariyada kutib qolaman sizlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr. Aylangan chiqdim ertalabdan. Dachamdan. Tashkent posyolkimiz. Orqada uyim. To'rda Kumushkon tog'lari ko'rinyapti. Sizlarga men bitta narsa aytishim kerak. Men kelin bo'lganimga 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri har yoz o'zimizdan dachada, Parkentda, Bochkada, har xil joydagi dachalarimizda yashaymiz. Biz chiqib o'zimizni yozgi hovlimizda. Va dachada juda ham yomon narsalar bo'layotganini o'zim xohlamagan holatda guvoh bo'lib qolganman. Sizlarga aytadigan narsam, dachalar hozirgi berayotgan pullarga arzimaydi va qolaversa 90% dachalar posta bichxona va bolalaringlarni toza energetikali bolalaringlarni xil oilalaringni olib chiqadigan joy emas. Birinchi bizani Ugam daryosi bo'yida domimiz bo'lardi. U dom 5 dagi dom, atrofida faqat местныйlar, o'sha bo'stonliqlarning o'zi turardi. Bo'stonliqlar o'zi dachalarni yig'ishtirib yurishardi. Men bir xillarda aylanganda magazinga chiqqanda qo'shnim meni ko'rib ichkariga kirib, dachani ko'rib chiqasiz deb aytishardi. Dachani qanaqa tozalayotganini men o'zim necha marta guvoh bo'lganman-da. Bitta odam ketadi, 2 soatdan keyin keyingisi keladi va 2 soat ichida o'sha bola chaqasi bilan o'sha yerdagi ayollar yig'ishtirishadi, sipirib, betiga xlor solib, basseyniga suvla sepib, oshxonasini yig'ishtirishi mumkin, lekin pastila hech kim almashtirmaydi. Va ko'p dachalar oilalar bilan mana bu bichila keladigan dachalar o'pishi. Hozir endi mana har dachalar chiqyapti, lekin o'shalarni ham surishtirib, ishonchlisiga 100% faqat oila chiqadigan dachalarga chiqish kerak. Keyin biz ham hovli dacha olganmiz. Hovli dachada umuman turolmaganman, chunki bolalarim bilan men borardim. Ikkita yonimizdagi qo'shni polniy arendaga beradigan edi. U arendaga keladigan odamlarning ovozida, shovqinidan o'tirib bo'lmasdi. Tushunasizlarmi? 10 ta erkak, 2 ta ayol bilan, 4 ta erkak, yana bitta непонятный ayol bilan kelib kechasidan kishnashib chiqishadi. Tushunasizlarmi? Uni ovoziga o'tirib bo'lmasdi. Bir kun bomdod o'qimoqchi bo'lman, dachamda-da, bola ichkarida uxlayapti. Supada o'qimoqchiman-da. Supada bomdod o'qib, keyin supada ozgina o'tiraman desam, yonidagi dachada janjal. Bitta ayol kishi hammani so'kyapti, jidan olib, yedan olib, onadan olib so'kyapti. Keyin qolgan erkaklar, pulni berib yuborlaring ketsan deb aytayapti-da. Shu bilan keyin tinchyapti-da. Mana shunaqangi chidab bo'lmaydigan darajada g'alati narsalarni eshitasiz-da dachalarda. Keyin mana Parkentdan dacha oldik. Bu yerda Parkentda Xudoga shukr oilalar yashaydi. O'tganlik bitta dacha sotildi, o'sha ham arendaga beradigan odam oldi. Hozir Parkentda, ikkita yonimda, orqamda, oldimda turadigan hamma qo'shnilar, Xudoga shukr bizga o'xshagan oilalar yashaydigan. Bitta yonimizdagi xo'jayinim o'rtalarini dachasi,
qilib yuramiz, bemalol ovqatga chiqarib bir-birimizga. Lekin bizdan 3 ta Darvoza Naryodga o'tgan yil sotilgan dachaga professor u doktor oldi bo'lmasa-da, lekin arenda qilib qo'yishdi. Mana bunaqa bo'lyapti-da. Bir kun 4 erkak bilan bitta ayol kishi kelib, kechasi bilan shang'ir-shung'ir qilib chiqishyapti-da. 2 soat tozalashyapti-da, o'tin-betini suv sepgan bo'lib, oshxonasini yig'gan bo'lib, o'sha oilaga, o'sha dachaga ertasi kuni oila yosh bolalar bilan xursand bo'lib, "Voy, basseyn keldik" deb, dachaga keldik deb xursand bo'lib kirib ketishyapti-da. U o'tda agar o'sha oila bir kun oldin o'tda nimalar bo'lganini ko'rganda edi, ko'ngli hozir chiqib ketgan bo'lardi bu dachadan. Birinchidan nas degan narsa bor. Nas bor joyga umuman yaqinlashish kerak emas. Ikkinchidan energetika degan narsa bor. Bunaqa prostyutkalar bilan aloqa qilib dachalarga chiqib yuradigan erkaklarni energetikasi isqirt bo'ladi. Bu energetikani hidi ham bo'lmaydi, yog'iri ham bo'lmaydi. Prosta kirganda g'alati bo'lib turasiz. Vro'di dachaga keldim, nimaga g'alatiman deysiz-da, tushunmaysiz o'zingizni. O'zini his qiladigan ayol kishi biladi, ne to joyga kelib qolganini-da. Chut yoqmadi menga dacha deb turasiz. Hammasi yaxshi bo'lmasa. Suvlarni sepib toza qilib qo'ygan, chut yoqmay turadi sizga-da. Ana o'sha yomon avrali dacha degan, o'sha nas bosgan dacha degan. O'sha ko'pincha ayol kishi buni seza oladi. Uchinchidan infeksiyalar to'shigidan agar ko'p men ko'rgan aytaman, men qanaqa tozalanganini o'zim ko'rardim-da kirib. Hech kim pastelni almashtirmaydi, 2 soatcha ulgurmaydi ham. Zo'rg'a oshxonasini yig'ib, betlar musorni chiqaradi, o'sha yerga bochkadagilar aytishardi. Местный aholi Toshkentlik qiladigan isqirtliklarni gapirib bo'lmaydi deyishardi. Birinchidan nas degan narsa bor. Nas bor joyga umuman yaqinlashish kerak emas. Ikkinchidan energetika degan narsa bor. Bunaqa prostyutkalar bilan aloqa qilib dachalarga chiqib yuradigan erkaklarni energetikasi isqirt bo'ladi. Bu energetikani hidi ham bo'lmaydi, yog'iri ham bo'lmaydi-da. Prosta kirganda g'alati bo'lib turasiz. Vro'di dachaga keldim, nimaga g'alatiman deysiz-da, tushunmaysiz o'zingizni. O'zini his qiladigan ayol kishi biladi, ne to joyga kelib qolganini-da. Chut yoqmadi menga dacha deb turasiz. Hammasi yaxshi bo'lmasa. Suvlarni sepib toza qilib qo'ygan, chut yoqmay turadi sizga-da. Ana o'sha yomon avrali dacha degan, o'sha nas bosgan dacha degan. O'sha ko'pincha ayol kishi buni seza oladi. Uchinchidan infeksiyalar to'shigidan agar ko'p men ko'rgan aytaman, men qanaqa tozalanganini o'zim ko'rardim-da kirib. Hech kim pastelni almashtirmaydi, 2 soatcha ulgurmaydi ham. Zo'rg'a oshxonasini yig'ib, betlar musorni chiqaradi, o'sha yerga bochkadagilar aytishardi. Местный aholi Toshkentlik qiladigan isqirtliklarni gapirib bo'lmaydi deyishardi.